Qanaqa qilib tushunmayapsan buni? Oddiy narsa-ku, balki kasallik ham. Qadimda bir podshoh o'z qarindoshlarini qasrdan chiqib ketayotganini ko'radi. Jahli chiqqan podshoh vazirni o'limiga hukm qiladi. Shuning uchun ham suhbat davomida ma'lumot va fikrni to'g'ri yetkazib berishimiz kerak. Joyiga urish deydi-yu, ayni shu uslubda yetkazib berish qanday reaksiya bildirayotganini siz oldindan ko'ra olishingiz kerak. Hamma sizni tushunsa, hamma sizni gapingizga e'tibor bersa, bilimli inson bilan bo'ladigan suhbat har doim qiziqarli. Lekin bu sifatlar insonlarda oxirgi paytda kamayib ketganligi uchun siz ham shunaqa vaziyatga tushganmisiz? Bir mavzuni gapirmoqchi bo'lasiz, lekin yetarli fikr yoki so'z yetishmaydi. Bir muddatdan keyin esa qanaqa qilib buni gapira olmadim? Oddiy mavzu ekan-ku deb o'ylaysiz. Yoki bir insonga bir narsani tushuntirishga harakat qilasiz. Siz maksimalniy harakat qilganingiz bilan haligi inson sizni tushunmaydi va siz qanaqa qilib tushunmayapsan buni? Oddiy narsa-ku degan savolni unga berasiz. Bu nafaqat fikrdagi yetishmovchilik, balki kasallik hamdir. Biz bugun bu kasallikni davolaymiz. Agar siz foydali ma'lumotlarni eshitib borishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Suhbat davomida insonlarga siz o'z fikringizni to'g'ri yetkazib berish orqali ta'sir o'tkazishingiz mumkin. Bu juda ham muhim, chunki mavzuda o'z fikringizni to'g'ri yetkazib berishingiz insonni to'g'ri tushunishini va siz nima demoqchiligingizni aniq yetkazib berishingizni ifodalaydi. Buni bir misol bilan tushunsak, ma'lumotni yoki fikrni to'g'ri yetkazib berishni muhimligini tushunish uchun mana bu misolga qarasak. Qadimda bir podshoh o'z qarindoshlarini qasrdan chiqib ketayotganini ko'radi tushida va o'zini vazirini chaqirib, "Bu tushni ta'biri nima? Nima deb o'ylaysan?" desa, vazir tush ilmidan juda ham boxabar emasman, lekin tushunishim bo'yicha qarindoshlaringiz sizni tashlab yolg'iz qolib ketsangiz kerak deydi. Albatta bu ma'lumotdan jahli chiqqan podshoh vazirni o'limiga hukm qiladi. Bir muddat o'tib, bu tushni ta'biriga qiziqib, tushni ta'bir qiladigan bir olimni chaqiradi va bo'lgan voqeani aytib beradi. Shunaqa bo'ldi tushimda desa, haligi tushni ta'bir qiladigan inson o'ylab turib, bu juda ham ajoyib tush. Sababi sizni umringiz uzoq bo'lar ekan va qolgan qarindosh yaqinlaringizdan ko'proq yashirkansiz degan bir fikrni oldinga suradi. Agar biz o'ylab qarasak, vazirni va tush ta'bir qilgan odamni fikri bir xil, faqat ikki xil uslubda yetkazib berilgan. Shuning uchun ham suhbat davomida ma'lumot va fikrni to'g'ri yetkazib berishimiz kerak. Suhbat davomida yana qo'l kelishi mumkin bo'lgan bir ajoyib jarayon bu insonni qiziqarli bo'lishi. Qiziqarli bo'lishdan albatta kulish yoki kuldirish nazarda tutilmaydi, balki so'zlarni to'g'ri tanlash, bo'layotgan jarayondagi mavzuni to'g'ri yoritib berish yoki umumiy jarayonda sizda qanday fikr borligini ifodalash. Qiziqarli suhbatdosh bu nafaqat suhbatni boshqaradi, balki eshitayotgan insonga ham ta'sir o'tkazish ehtimoli juda ham oshadi. Chunki ma'lumotni xarizma bilan qiziqarli uslubda yetkazib berish, yana eslatib o'taman, kuldirish yoki kulish emas, balki so'zlarni to'g'ri tanlab, joyiga urish deydi-yu, ayni shu uslubda yetkazib berish. Navbatdagisi bu sezuvchanlik, ya'ni suhbatdoshingizni siz haqingizda nima deb o'ylayotganini yoki umumiy mavzuga u insonni qanday qarashi borligini oldindan seza olish. Suhbat davom etyapti, siz uni ko'rib turibsiz, siz imkoningiz darajasida qiziqarli bo'lyapsiz, mavzularni yetkazib beryapsiz, lekin haligi inson bunga qanday reaksiya bildirayotganini siz oldindan ko'ra olishingiz kerak. Shu holatda suhbat yana ham maroqli bo'lishini va inson o'z fikrlarini to'g'ri yetkazib bera olishini ta'minlagan bo'ladi. Chunki siz bir mavzuda jon kuydirib haligi insonga gapirasiz, lekin u insonni siz mavzuga qiziqayotgan yoki qiziqmayotganligini sezmasangiz, unda afsuski vaqtingiz bekorga ketgan bo'ladi. Sezuvchanlikni rivojlantirish bu bir qancha omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki inson qarshisidagi suhbatdoshni mavzuga qiziqishi yoki qiziqmasligini sezish uchun albatta uni yoshi, dunyoqarashi yoki haligi inson qaysi sohada ta'lim olganligi yoki u insonni qiziqishlari ham albatta muhim. Chunki masalan doktor bilan gaplashgan inson koinotdan misollar keltirsa yoki koinotga aloqador qiziqarli mavzularni ochsa, albatta haligi inson sezishi kerakki, bu qarshisidagi suhbatdosh uchun qiziq emas. O'sha ma'noda ham siz sezuvchanligingizni rivojlantirishingiz mumkin. 4-inchisi va eng oxirgisi bu hamma bilgan bilim. Ishonchim komil. Odamlar suhbatda qiziq bo'lishini yoki ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib berishi ularga har doim qiziq bo'lgan. Tasavvur qiling, bir mavzuda gapirasiz, hamma sizni tushunsa,
hamma sizni gapingizga e'tibor bersa, yuqorida sanalgan ma'lumotlar bu juda ham kerakli, lekin ularni ustozi qaysidir ma'noda bu bilim. Ya'ni oxirgisi biz fokus qaratishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bu bilimli bo'lishimiz. Suhbatda so'zni ta'sirliligi yoki so'zni to'g'ri o'rinda gapira olish bu albatta bilimga aloqador. Chunki bilimsiz bo'lgan insonning so'zlari ta'sirli bo'lmaydi. Olingan ma'lumotlar, suyanilingan tajriba bu so'zni yanayam ta'sirli qiladi va insonga yanayam tushunarliroq qiladi. Bilimli inson bilan bo'ladigan suhbat har doim qiziqarli. Nima mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki bilimli inson bu albatta har bir narsani bilmaydi, lekin siz unga beradigan savollaringizga sizga yarasha javob bergani, ya'ni so'zni to'g'ri tanlab, to'g'ri o'rinda gapira olishi va so'zining ta'sirliligi suhbatni qizitaveradi. Mavzuning eng kulminatsion nuqtasi bu albatta inson qaysidir ma'noda o'zini fikrini to'g'ri yetkazib bera olishi yoki suhbatda qiziqarli bo'lishi, sezuvchan bo'lishi va bilimli bo'lishi mumkin. Lekin bu sifatlar insonlarda oxirgi paytda kamayib ketganligi uchun adashmasam 2024-yildagi eng ommabop kasal, ayniqsa yoshlar orasida alexithymia, ya'ni o'z fikrlarini yetkazib bera olmaslik. Umid qilaman bu video albatta siz uchun foydali, lekin bu video olinishidan maqsad alexithymia kasalini davolash emas, balki o'sha kasalga tushib qolmasligimiz, bilimliroq bo'lish, suhbatda qiziqarliroq bo'lishimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Obuna bo'lishni unutmang.